Alo, assalomu alaykum aka. Ishxonadami aka, qayerda bo'lardi? Sog'li premyerasini 5-sezonni olyapman aka. Aha, kelavering aka ishxonadami. Xo'p bo'ladi akajon. Aha, xo'p bo'ladi. Nimaga bu kameralar tayyormisiz? Ota bellari. Tabib tayyormisiz? Action unda. Endi aytganlarimni e'tirozsiz bajarasiz, xo'pmi? Lekin siz aybni menda emas, erimdan degandingiz. Siz hozir ko'zingizni yuming ko'zingizni. Latte sassiqchalarni ko'zni yumdirib tepishmoqchisiz opa-ular. Latte kirisa. Menga qarang, ko'zni yumingchisiz ham bir gap bo'lar. Endi yaxshi niyatlar qiling. Hech narsani o'ylamang. Faqat eringiz Qosimjonni o'ylang, xo'pmi? Mo'sha shtamashkada menga qarang, shep, Qosimjonni xayol qildirib qo'yib, aka orqadan itarmoqchimi, tushunmadim. Yo'q, ssenariyda shunaqami? Sizlar shu kadr. Boshim aylanib qaratib qo'yapman. Ha, o'zi shunaqa bo'ladi. Qani menga biroz yonboshlang. Turing. Keling. Menga qarang, aylanib ketdi, somsa ko'rmaganmisiz? Sirasi kalla tashasiz, qarang, kallangizdan oldin tilingiz yuguryapti. Boring, shiyda yoping, birontasi kirib qoladi. Bu boshqa gap aylanib ketdi. Endi xolasangiz anundan bering. Xolasa tilingizni qo'yib yuboring, bir somsa bilan birga bir solishib chiqsin. Nima deysiz? Aylanib ketdi, yodimga qolsin. Zebaxon, o'ziga keldingizmi? Menga nima bo'ldi? Negadir ko'nglim o'ynayapti. Menga qarang, vohma qilmang, hech narsa bo'lgani yo'q. Biroq choldirgan bo'lsa, o'shancha ko'nglingiz aynayotgandi. Biroz toliqibsiz. Uxlab oldingiz. Bu meni duolarimning kuchi. Voy, billa basharingizga otdi beli. Duolarim degan tillaringizga shu mikrofonni olib solsa-da, aylanib ketdi.